bitta endangered nima degani? Xavf ostida qolgan, dying out, o'lib ketadi. Qarang, mana die bilan dying out farqi bor-da. Dying out polностью bitta turlarga nisbatan yo'qolib ketgan nima dedi? Namoyish qiladi. Die o'zi bitta individual shaxs yoki individual hayvon o'lganini bildiradi. Die out polностью групповой nima qilish? Yo'qolib, kamayib ketayotganga ishora qiladi. Endangeredga qaranglar. Endangeredga sinonim bo'lishi mumkin. Endangered animalsga. Qarang, animals on the edge of extinction. Extinction da masalan qirg'og'ida yoki o'zi undan ham yaxshisi bor, qarang. On the brink of extinction degani bor. Men juda ham mana shu so'zni masalan yoqtiraman. Zo'rda. On the brink of extinction. O'sha yo'qolib ketish arafasida. Domesticated emas, bu domesticated bo'lish kerak, xonaklashtirilgan. Tame degani ham bola xonaklashtirilgan degan ma'noga to'g'ri keladi. Xonaklashtirilgan hayvonlar. Speaking nashdan topiki bor edi. Xonaklashtirilgan hayvonlarda qanaqa yomon taraflari bor degan. Domesticated animalda qanaqa negativ taraflari bor desa, masalan, part 3 deydi. O'shaga nima javoblar bor deylik. Ular shovqin qilishi mumkin. Masalan, itlar bo'ladigan bo'lsa, kechqurun barking deydi, bark, vovullashi mumkin. Yoki bo'lsam they can contaminate degan so'z bor, qarang. Mana negativlarda ularda. Birinchisi loud noise bo'ladigan bo'lsa, bu sizga sleep deprivationga sabab bo'ladi. Uyqusizlikka, masalan, kechqurun uyqusi buzishi mumkin va hokazo. Keyingisi qarang, contaminate water, contaminate food ma'nosi bor. Contaminate degan ifloslantirib qo'yishda, masalan, hayvon ovqatiga tegib qo'ysa, sifat buziladi. O'sha ma'noda kelishi mumkin. Predator nima edi? Predator o'qiladimi o'zi? Predator. Predator. Predator deyapman. Predator. To'g'ri aytayapman. Predator. Nima? Yirtqich. Hunt sanadi. Nocturnal degani bo'ladi tungi hayvonlar. Tunda ovlaydigan, ko'z yonadigan hayvonlar bo'ladi. Qo'y emas lekin. Qo'ydan ko'z yonadi. Nocturnal degani bu tunda aktiv bo'ladigan hayvonlar. Kunduzi bilan uxlaydi, kechqurun ovga chiqadi. Mushuk kunduzi ham yuradi, lekin sizlar yo kun bo'yi yuradi-da, menimcha. Sigir. Ya bu nocturnal bu cho'l hayvonlarida ko'p bo'ladi, masalan, nima deydi, yirtqichlar ham kechqurun ovga chiqadi, mana shunaqa. Dokumentariyalar ko'rsalaring, nocturnal animals deb YouTube'ga yozsalaring chiqadi. Shoqollari. Habitat nima? Tabiiy muhit, ularning turar joyi. Habitat bo'lsa, mana habitatda qarochim deb bo'lsalar bo'ladi, qo'pol aytganda, habitat the home for animals da, hayvonlarning turar joyi, kvartiralari nima bo'ladi? Habitat bo'ladi. Turar joy. Kvartira opaga pul bersadi. Habitat landlady, landlord bo'ladi, qarang. Venomous ya'ni poisonous, zaharli. Bu anaqa ilonlarga, chayonlarga, hasharotlarga nisbatan ishlatiladi. Mana hayvon nima deydi? Sher, tam yo'lbarslar venomous bo'lmaydi. Ular prosta anaqa go'shxo'r bo'ladi. Go'shxo'r degan so'z bor edi. Carnivorous bo'ladi. Carnivorous. Mana shunday so'z bor edi. Carnivorous degan nima ekan bu? Go'shxo'r. Carnivorous. An animal that eats meat, ko'ryapsizlar? Shunday so'zlarni bilaman. Thrive degani bolalar gullab yashnamoq, muvaffaqiyat qozonmoq, thrive. Shu ma'no. Bu thrive ham lekin mana shu dahshat vocab. Masalan, jamiyatga nisbatan qo'llasa bo'ladi. The society thrives esa jamiyat gullab yashnaydi degan ma'noda. Mana C2 levelda thriving gullab yashnayotgan, masalan, mana a thriving economy bo'lsa thriving economy bo'lsa gullab yashnayotgan iqtisod bo'ladi. Vulnerable nima? Vulnerable juda ham nozik, osonlik bilan jarohatlanadigan. Vulnerable degan so'zni nimaga qo'llansa bo'ladi? Vulnerable. Mana C2 level. Vulnerable. Ki vulnerable masalan nimadir nima deydi? O'sha nozik ma'nosi keladi-da, xullas. Masalan, the country is qarang, vulnerable to any
economic pressure desam bo'ladi. Mamlakat har qanday iqtisodiy bosimga endi vulnerable bo'lib qoldi, nozik bo'lib qoldi, chidalmaydi degan ma'noda. Tushunarli? Keyingisi dwindle degani bola kamayib ketish. Vashli dahshat vocab mashi ham. Dwindle masalan qarang. The tiger population qarang. Has dwindled deyishi mumkin. Tigerlar population nima bo'lib ketdi? Kamayib ketdi degan ma'noda keladi. Tak keyingisi prey. Prey nima? O'lja. Prey o'lja. Ya'ni keyingi band 8 vocablar deyishyapti buni. Survival nima degani? Tirik qolish. O'zida mana survivalda survive nima? Tirik qolmoq fe'li. Fe'lni endi bu yerda otga aylantirgan survival. Survival. Mana survive degan so'z ham bolalar masalan metaforik kontekstda qo'llasa ham bo'ladi. Tirik qolish odamga nisbatan tirik qoladi, to'g'ri? Tirik qol, o'lib qolma, tirik qol. Lekin mana shuni masalan qanaqadir biznesga nisbatan qo'llasa ham bo'ladi. Masalan, the survival of a business, qarang, depends on how much income it generates. Masalanda, chet elda vocab o'rganyapsizlar, mana income ni generate qilsa bo'ladi. Daromad orttirish degani generate income bo'ladi. Biznesning tirik qolishi qanchalik ko'p daromad topishiga bog'liq deyapti. Tushunyapsizmi? Biznes odam emas-ku tirik qoladi, lekin biznesni masalan o'zi holatini saqlab qolishi ma'nosida keladi. Da. Abandon nima? Leave permanently or desert. Qarang, mana shu desert degan so'z nima degani o'zi? Noun ma'nosi bor, cho'l degan. Ikkinchi desert deb bolalar nimada keladi? Desert fe'l ma'nosi ham bor-da. Fe'l ma'nosi bu abandon o'sha leave ga teng bo'ladi. Leave degani bu tark etmoq ma'nosida keladi. Tark etmoq. Mana shu desertda agar shu ma'nosini bilmasalaring, bizda esimda men listeningda 9 olganimda, aniq esimda o'sha imtihonda mana shu so'z bor edi, part 2sida. Masalan, bu yoqda 4 ta joyda gapirganda, bu yoqda 7 ta option bergan. 7 tadan mana shu to'rovga javob olib kelib qo'yish kerak edi. O'shanda aynan esimda bitta joyda masalan abandoned place ga deserted area deb gapirib ketgan. However, the area was deserted degan. Deserted deganni eshitib qolib turib, abandonedga sinonim qolganman. O'shanda aniq bilaman, listening 9 chiqdi. Endi mo'j birorta xato qilgandim, lekin o'shani xato qilmaganman. Aniq. Esimda desert degan so'z eng haligi xotiramda yaxshi yodda qolgan, ya'ni moment o'sha bo'lgan. Xursand bo'lib ketganman desertni bilganimdan. Da. Cruelty nima degani? Cruelty bu shafqatsizlik, to'g'ri? To'g'ri aytasiz. Bilar ekansiz shafqatsizlik. Cruelty shafqatsizlik bu qaysi so'z turkumi? Noun. Keyingiz qarang, cruel degan so'z bor. Bu qaysi? Adjective. Bu endi shafqatsizlik. Bu nimaga shafqatsiz degan so'zni IELTS ga aynan animal topicga qanday qo'llasak bo'ladi? Masalan, qarang. Keeping animals in qarang, behind masalan metal bars is a type of cruelty symbol. Hayvonlarni metal to'siqlar orqasida saqlash bu bitta shafqatsizlikning turi deb. Qafasda turadi-ku, cage-da. O'sha bo'yicha. Keyingisi defense. Himoya qilish, o'z-o'zini himoya qilish. Colony. Endi bu hayvonlarni talpasini gapiryapti shekilli. Lashkarini gapiryapti hayvonlar. Coexist. Qarang, coexist degani coexist qarang, bir vaqtda mavjud bo'lish. Masalan dedi, animals have been masalan coexisted with humans for numerous millennium. Ne dedik?
for millions of years. Therefore, qarang. So it is our tushuncha qarang. So we do not have right to let them disappear desam bo'ladi. Mana bitta g'oyada sizlarga hayvonlar nimaga o'lib ketmasligi kerak desa, aytsangiz bo'ladi. O'zi deysa mana animals have been coexisted with humans for millions of years deb. Hayvonlar insonlar bilan birga million yillardan beri qarang. Side by side. İnsanlar bilan yonma-yon million yillardan beri mavjud bo'lib kelyaptilar bir vaqtda o'zida. Shuning uchun ham biz haqqimiz yo'q ular yo'qotib yuborgan. Ya'ni bizga masalan zamonaviy bo'lganligimiz ularni yo'qotib yuborishga bo'lgan huquqni bermaydi. Tirik qolish kerak ularni demoqchiman. Captivity nima? Tutqunlikda saqlash. Captivity qaysi so'z turkumi? Noun. Noun. Endi bolalar, captivity nimasi? Captive bor. Bu nima? Adjective bo'ladi. Adjective. Masalan, captive animals bo'lsa, tutqunlikdagi nimalar? Hayvonlar. Sanctuary degani, sanctuary bu haligi qo'rxona ma'nosiga kelsa kerak, sanctuary. O'sha qo'riqxona degan joy ma'nosi kelar ekanda. Conservation. Qarang, conservation bilan conversation farqi bor. Conversation bu suhbat, conservation himoya qilish. Conservation. Endi qaranglar, bu qaysi so'z turkum bo'lyapti? Noun. Conserve bor. Bu qaysi? Verb. Wow, mana qilamiz. Mana verb. Shu. Creature. Creature nima? Mavjudotlar. Hayvonlarga nisbatan shu. Endi men bilganlarim aytmasam, animals da teng qo'shsiz bo'ladi, masalan, speciesga, ba'zi holatda. Endi mana bunaqa beast degan so'z ham bor. Beast. Endi beast degan so'z to'g'risi eskirdi. Old fashioned bu so'z. Lekin masalan, может qo'llab ketsa bo'ladi. Formal holatda hayvonlarga beast qo'llasa bo'ladi. Yoki bo'lmasam extinct degan so'z bor, yo'qolib ketish. Extinct bor. Qarang. Buni masalan yo'qolib ketdi desa go extinct desa bo'ladi. Yoki bo'lsam qarang, die out desa bo'ladi. Yoki bo'lsam qaysi? Disappear desa ham bo'ladi. Yo'qolib ketish. Yoki bo'lsam vanish desa ham bo'ladi. Bu ham o'sha qaysi? Yo'qolib ketishga tushadi. Yana qanaqa so'zlar? Keyin captive animal o'rniga captured animal desa ham bo'ladi. Bu ham tutilgan, tutqunlikdagi hayvonlar. Ma'nosi keladi. Yanachi animal bo'yicha. Animallar dushmanlari kimlar? Poachers, masalan, illegal hunters. Ha, noqonuniy ovchilar. Ular nimalar? Keyin manaqa reservations bor. Bu ham menimcha qo'riqxona edi mana shu yerda. Qo'riqxona ma'nosi keladi.